Assalomu alaykum. Amerika ko'chalarida hech kim yo'q. Mashina bor, u turak ham bor ekan o yerda. Peterbil turak bor ekan o'sha yerda. Soyajor, salqin, quyosh joy juda ham issiq, zo'r, garm ekan. Hozir bitta uyga kirmoqchi bo'ldim. Eshik yopiq ekan, qaytib chiqib ketyapman hozir. Mashinasini tashladim, kalitini nimaga eshik oldiga tashladim, sekin-asta chiqib ketyapman. Qarang, hech kim yo'q mendan tashqari. Hozir qo'rqyapmanki, polisga telefon qilmasin, ko'chanizda begona odam yuribdi deb. Lekin men mana bunaqa safety kiyimda hech kimning ishi yo'q. Bu o'ylayaptiki, mana bunaqalarga servis ko'rsatadigan deb o'ylaydi bular. Gazonni nima qiladiganki, daraxtni nima qiladigan, kesadigan shunaqa servis deb o'ylaydi, ishi bo'lmaydi. Mana ko'rsam 20 shurga yuryapman, buni qaranglar. To'xtadim-ku. Mana bu orqadagi mashina ekanda. Bitta mashina o'tdi, bo'ldi. Qo'rqmasdan yursak ham bo'ladi. Qachonlar qarang, gazonchalarni darxil qilib qo'ygan. Mana bu yerda molni olib qoqib, mol boqish kerak şeyda. Subhanalloh, buni qarang, qanday chiroyli. Bitta laychani tirs-tirs bosib, tirs-tirs bilan joyda tashlaysizlarda.